Diqqat qiling, Argentinada AQSh vizasi berilmagan futbol muxlislariga bepul Artel televizori tarqatildi. Albatta bu hazil, televizor tarqatilgani hazil emas. Oddiy reklama aksiyasiga o'xshaydi, lekin o'ylab qarasangiz, buning ortida minglab futbol ishqibozlarining armoni yotibdi. Siz menga obuna bo'ling, qolganini batafsil tushuntirib beraman. Argentina bugungi kunda 46 million aholi istiqomat qiladi. Ko'pgina yoshlar biz kabi Amerikada yuqori maosh uchun ishlashni tanlashadi. Futbol ular uchun hayot mamoti. Chiptasini olgan, reja qilgan, pul yig'gan, ammo viza chiqmagan. Bu holat faqat Argentinada emas, boshqa davlatlarda ham. Xususan shu qatori O'zbekistonda ham jahon chempionatini o'z ko'zi bilan ko'rishni niyat qilgan, biroq turli sabablarga ko'ra viza ola olmagan muxlislar oz emas. Aytishlaricha, viza olganlardan ko'ra olmaganlar ko'proq ekan. Albatta, televizor stadiondan hayajon almasha olmaydi. Tribunada shovqin-suron, gol urganligini quvonch 10 minglab muxlislar bilan unutilmas lahzalarni hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. Lekin taqdir ekan. Menimcha futbol ishqibozlari elchixonadagi pasollarni futbolga faqat borib kelaman deb ishontira olishmagan. Balki bilmadim. Ko'pgina muxlislar mana shunday norozi, shunda O'zbekistonda ham, lekin butun dunyoda ham, lekin argentinaliklar o'z muxlislariga televizor sovg'a qilishdi.